Har qanday ayriliqning izi yopilishi, o'rni bitishi mumkin. Lekin farzand dog'ining na o'rni bitadi, na izi yopiladi. Ilg'or amaki o'rta bo'yli, to'lachadan kelgan qaddiga mos qorin qo'ygan, savlatli, issiq yuzli inson. Uning bor dardi bir buyragi xastaligi emas edi aslida. Kasalxona hovlisida aylanar ekanman, zimdan meni kimdir kuzatayotganini sezdim. Avvaliga e'tibor bermadim. So'ng ro'paramda istarali, yoshi 55lar atrofida bir inson jilmayib, men tomon muzqaymoq ko'tarib kelayotganini payqamay bo'lmadi. Qarshimga keldi-yu, qo'lidagi muzqaymoqni uzatib, "Qizim, opangiz olib bermadilar-a boya. Qancha xarxasha qilsangiz ham, bir marta yesangiz hech nima qilmas axir. Yozning qoq chillasidamas" dedi. Jilmaygan kuyim, "Rahmat amaki, opam muzdek deydi. Men bir tumov bilan og'irmayotgan bo'lsam" deya qo'llarini qaytargim kelmadi. Birgalashib muzqaymoq yeb sayr qildik. Bu hol 3-4 marta qaytarildi. Hijolat tortishni boshladim. Suhbat qurish uchun oramizdagi farq juda katta deya hisoblar edim o'z qarichim ila. Lekin insonning qalbi samimiyatga lim-molim bo'lsa, yoshning ahamiyati qolmas ekan. Inson tinglashni, qalbni tinglashni bilsa, har qanday yoshdagi inson bilan til topisha oladi. Ilg'or amaki ana shunday qalbi samimiyatga to'la, yumshoq tabiatli, xushchaqchaq inson edi. Bolalarcha soddalik hamda ko'zlaridagi og'ir bir dard. Tinglashni bilishim Ilg'or amakiga xo'p yoqdi. Ko'p qiziq hangomalar aytib berardilar. Birga sayrga chiqsak, doktorga qarab, "Bu qizingizni bizning bo'lmaga o'tkazing, ja qaqajon qiz ekan" deya hazil qilar. Doktor esa, "Yo'q Ilg'or amaki, bu qiz o'zimizga ham kerak, kampirlarimiz zerikib qoladi, bo'lmasa" deya kulishar edi. Ha, men nervologiya, Ilg'or amaki esa urologiyada davolanar edik. Kunlarning birida, "Qizim, hali yosh bo'lsang, nega bu yerdasan?" deb so'rab qoldilar. "Uyqusizman amaki, uyqum qochgan" dedim. "Nima darding bor ey senginani? Men-ku mayli, sizchi? Sizni nima dardingiz bor? Sopposoq ko'rinasiz yoki dam olgani qochdingizmi?" dedim hazil aralash. "Hada, ayolimdan qochdim. Ja quloq miyamni qoqdi" dedilar. Ozgina kulishdik. Chuqur xo'rsinib, "Ha, u bechoraginani ham tushunish kerak. Ko'p qiynaladi-da sho'rlikkinam" dedilar. "Nega? Shunchalik dardingiz og'irmi?" "Yo'q qizim, tananing dardi ne bo'pti? Jon dardining oldida" dedilar. Men hayron qarab turardim. "Dardim og'ir qizim, senga aytsam. Bir buyragim yo'q. Shu sabab har 3 oyda davolanib turaman." "Rostdanmi? Bitta buyragingiz qayerda? Nima qildingiz uni?" deya savol yomg'irini yog'dirdim. "O'g'limga berdim va u bilan ketdi" deya ko'zlarida yosh ila jilmaydi. Jim qoldim. Jim qoldik. Ozgina sukutdan so'ng aytib berdilar. Ilg'or amaki va Zulqumor ayani ikkisi ham bolalar uyida katta bo'lishgan. O'xshash dardlar ikki qalbni umrbod birlashtirdi. Hayotning shirin tashvishlari ana shunday boshlandi. Ilg'or amaki injener bo'lib ishga kirdi. Zulqumor aya esa uylarining yonidagi maktabda ustoz bo'lib ishladi. Muhabbat mevasi, 2 o'g'illi bo'lishdi. Ularni 2 ko'z qorachig'idek asrab-avaylab, bor mehrini, o'zlari olishmagan mehrini ham berib katta qilishdi. Abdullajon va Abdulmuttalib bir-biridan aqlli, ziyoli inson bo'lib ulg'ayishdi. Ilg'or amaki o'g'illarini juda qattiq suyar, yer u ko'kka ishonmas edi. Hatto maktab yoshiga yetguncha Zulqumor ayani ishga chiqishiga unamadi. Farzand shunchalar aziz ne'matki, bu ne'matdan qanday voz kechish mumkin? Farzand bu joningdan paydo bo'lgan jon. Sening kichkina aksing, sening davomching,
Bu o'tkinchi dunyoda yagona olib qoluvchi umiding-ku axir. Ilg'or amaki buni ota bo'lib chuqur tushunib yetdi. O'sha savol hali hanuz uni qiynar edi. Ota-onam nega meni tashlab ketishgan ekan-a? Kichkina oila kattardi va uning o'ziga xos tashvishlari ham kattargan edi. Abdulmuttalib birinchi farzand, ilk mehr, ilk sevinch yoshlari, ilk otalik hissini his ettirgan to'ng'ich o'g'il. Aytganimdek, Ilg'or aka farzandlarga mehri bo'lakcha edi. Kunlarning birida Abdulmuttalib o'ksib yig'lab keldi. Buni ko'rgan Ilg'or akaning hushi boshidan uchdi-yu, o'g'lini bag'riga bosib ovuta boshladi. Murg'ak yurakchasi ila o'ksib yig'layotgan 5 yoshli bolakay qo'shnining velosipediga ishqi ketgan ekan. Otalarni farzandlari oldida qo'li kalta qilib yaratmasin ekan. Ilg'or aka ich-ichidan to'kildi. Yaqin kunlarda olib berishga va'da qilib, uni tinchlantirdi. O'sha kundan boshlab qo'shimcha ish izlay boshladi. Ishdan so'ng kechasi bozorda yuk tushirar, dam olish kunlarda Mardikor bozoriga chiqa boshladi. Aytilganidek va'da bajarildi. Ha, otalar ana shunday yaratilgan. Ha, otalarga g'oyibdan ana shunday kuch ato etilgan. Vaqtlar o'tdi, u kunlar unutildi, yorug' kunlar boshlandi. Qaysidir ma'noda shunday edi. Ilg'or amaki o'g'illarini uyli-joyli qildi. Zulxumor aya va Ilg'or akaning osuda umr yillari o'tardi. Inson umri bir zaylda oqmaydi hech ham. Hayotingiz bir tekisda bo'lishi bu vaqtinchalik. Hayotning ana shunday kutilmagan zarbasi Abdulmuttalib akaga kelib tushdi. Og'ir bir dard yosh bolaga keldi. Buyrak qurishi. Afsuski, bu dardning davosi faqatgina boshqa bir buyrak qo'yish bilan vaqtincha to'xtatiladi. Bu xabar Ilg'or amakini esankiratib qo'ydi. Oq tushmagan sochlariga oqlarni oralatdi. Abdulmuttalib basavlat, baland bo'yli, tutash qoshli ko'rkam bir yigitni bor savlatini, bor chiroyini qurib bitqazdi. Ko'z o'ngida so'lib borayotgan farzandini ko'rish otani ilojsizliklar ichra ilojsiz qoldirardi. Ilg'or amaki, Zulxumor aya bu ikki jigar porasidan boshqa zurriyotlari yo'q edi. Onaizorning yosh atalmish qudug'i qurib bitayotgan bir paytda yaxshi bir xabar. Ilg'or amakining buyuragi o'g'liga mos keldi. Bir buyurak ekan-ku, so'rasa jonini ham berishga tayyor ota dod deya xursandchiligidan o'zini bosa olmadi. So'nggi umid, jonidan yaralgan jonini olib qolish uchun so'nggi umid. Jonining jonlariga o'zi egalik qilishi uchun oxirgi chora. Abdulmuttalibning 2 qizalog'i bor edi. Jarrohlik amaliyoti og'ir o'tdi, ko'pi 10 yil. Yaxshi parvarish bo'lsa, undan ham ko'proq. Avvaliga Allohning qadari deyishdi. Ilg'or amaki ko'zining nuri qaytganidan sevinar, Allohim qaytarib berdi deya shukrni ado eta olmas edi. Sham o'tishidan oldin biri yorishib, so'ngani kabi Abdulmuttalib akaning ahvoli kutilmaganda og'irlashdi. Bu sevinch uzoqqa bormadi. Aytganimdek, jarrohlik qiyin o'tganidan ba'zi a'zolar ishdan chiqishni boshlagan ekan. Robbisi olaman desa, bandasi hamisha ojizdir. Abdulmuttalib so'nggi daqiqalarda otasining yonida turishini xohladi. Xuddi boshidagidek, ilk dunyo yuzini ko'rganida ham otasining qo'llarida edi. İlk qadamlarini ham otasi ila bosgan, ilk velosipedni uchganida ham otasi yonida turgan. Maktabga birinchi qadamini ham otasi bilan qo'ygan. Universitet imtihonlarida ham otasi uni darvoza orqasida kutib turgan. Farzandini ko'tarib, "Dadajon, avval siz uni bag'ringizga bosing, keyin men quchaman" degan. Ha, Abdulmuttalib ana shunday sof qalbli, otasiga bo'lgan mehri o'zgacha farzand edi. So'nggi daqiqalarda ham otasining quchog'ida yotar ekan, "Dadajon, bilasizmi nimadan qo'rqaman? Qo'rqma bolam,
Allohim mehribon, sen chumoliga ham ozor bermagansan, seni qiynamaydi. Yo'q dada, men bundan qo'rqmayman. Men sizni endi qaytib ko'rmasligimdan qo'rqaman. Ayamni qaytib kulmasliklaridan qo'rqaman. Sizni qaytib bag'rimga bosolmasligimdan qo'rqaman. Dadajon, o'lgan odam yaqinlarini sog'inarmikin-a? Meni qo'rqitgan narsa shu. Abdulmuttalib: o'g'lim, biz hali ko'rishamiz. Jannat bog'larida ko'rishamiz, bolam. Dada, meni kechiring, sizni ko'p qiynadim. Ketar chog'imda ham jismingizdan bir bo'lak olib ketyapman. Sizdan faqat oldim. Umringizni, yoshligingizni oldim, lekin hali bermadim. Ulgurmadim dada. Ko'p narsalar qilmoqchi edim. Birga dunyo kezamiz. Sizni yaxshi ko'rgan mashinalar ko'rgazmasiga olib bormoqchi edim. Ko'p narsalar qilishimiz kerak edi-da, dada. Kechiring. Kechiring, erta ketayotganim uchun ham kechiring. Qo'limdan kelgani faqat kechirim so'rash, dada. Dada, mendan rozi bo'ling. Oxirgi so'z. Ilg'or amakining butun umr quloqida qolgan oxirgi nafas ovozi. Otalar yig'lashmaydi. Otalar qattiq qiynalsalar ham, ishlari yurishmasalar ham, xiyonatlarga uchrasalar ham, qattiq sinovlarda qolsalar ham yig'lashmaydi. Faqatgina farzandini yerga berishganda yig'lashadi. Onaning faryodi qalblarni titratsa, otaning faryodi yer va samoni larzaga keltirar ekan. Oq oralagan sochlari butunlay qorga aylandi. Ajinlar bir kunda, bir lahzada yuzlarini to'rdek qopladi. Ilg'or amaki bir kunda keksaydi. Bolasini bag'ridan qaro yerga bergan kunida bu dunyoning tashvishlari tashvish bo'lmay qoldi. O'sha kuni bir jon emas, ikki jon ko'milgan edi. Ilg'or amaki faqatgina Zulxumor aya, Abdullajon va Abdutolibning qosh ko'zlari meros qolgan ikki qizlari uchungina yashashda davom etayotgan edi. Jannat bog'larida Kavsar suvlaridan ichib yuribdi-da hozir. Didori qiyomatga qoldi deya ma'yus jilmaydi. Xushchaqchaq, qalbida kiri yo'q, bolalarcha sof tabiatli bu insonning shunday bir og'ir dardi borligiga ko'rgan odam ishonmaydi. Sabr tilayman amaki. Ko'p bo'lmadimi? 10 yil o'tdi qizim. Ko'paysa ko'paydiki, kamaymadi sog'inchim. Qizim, ortimda qolsin, farzand dog'ini ko'rsatmasin deyishlari shundan ekan. Lekin Ilg'or amaki bularning barchasini kechagidek xotirladi. Hech ham unutmagan edi. Aslida hech ham unutishmaydi. Otalar farzandlarini shunchalik sevishadiki, bu dunyoda bormi yoki yo'qmi, xuddi ilk sevganlaridek umrbod sevishadi. Shunchaki sevgi. Muallif Sevinch Ravshan.